homilador bo'lolmagan ayol uchun yil emas, bir kun, bir kecha bu azobli kecha hisoblanadi. Aynan rentgen tekshiruvlarini o'tkazganimizda ayollarimizda bitta tomonlama yopiqlik yoki ikki tomonlama yopiqlik juda ko'p uchraydi. Bir tomonlama yopiqlik bo'lsa, ko'pincha davolashga harakat qilaman. Aynan men o'zim tajribamga tayangan holatda, agar ikki tomonda yopiqlik bo'ladigan bo'lsa, bu ayollarimizga to'g'risi birinchi aytganimdayoq ekoni tavsiya qilaman. Sababi ikki tomonlama agar naylar yopiq bo'ladigan bo'lsa, bu sochni tolasidek joy hisoblanadi. Bu joyda yana qayta operatsiya qilib, yana bitgunicha chaniqlanishlar bo'lishi mumkin. Agar sizda 1000 follikullarni tekshirtirib, 1000 eringizni spermasi yaxshi bo'lib, hamma tekshiruvlar o'tkazganingiz bilan aynan bachadon naylarda yopiqlik bo'ladigan bo'lsa, bu yerda to'g'risi nima deb tushuntirsam ekan, homiladorlik ro'y bermaydi. Bu ham Allohga tavakkal aslida, lekin eko qildirishingiz kerak bo'ladi endi. Keyin u qanaqa bo'ladi deganlarda hech qanaqa bo'lmaydi. Eko markaz bilan borasiz, shartnomalari bor, qilasiz bu narsani va plus nima edi? Aynan sizning xo'jayiningizdan olinadi, o'zingizdan follikullar olinadi, tuxum hujayra, xo'jayiningizdan urug'lar olinadi va aynan embrion sizga ko'chiriladi degan narsani aytdim. Va bir necha haftalardan keyin o'sha ayol yana keldi meni oldimga. Fazilat opa, biz eko qildirib keldik dedi. Kelganlarida shunaqangi xursand bo'lib ketdik. 5 haftalik homila, juda ham chiroyli turibdi, aynan embrioncha. Va bugun kelyaptilar, aynan 17 hafta-yu 5 kunlik bilan kelyaptilar ayolimiz. Qaynonalari, onalari kelganlar va o'zlarida shunaqangi kuchli vahima. Nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Har xil odamlarda har xil negativlarni eshitganlar. Kimdir eko bilan tug'ilgan bolada nuqsonlar bo'ladi degan, hattoki xo'jayinlari faqat endi bu sun'iy bola keserva bilan tug'asan degan eri. Yana kimdir qorning kichkina rivojlanmayaptimi degan, yana kimdir bu qimirlamayaptimi hali degan. Xullas shunaqa narsalar bilan kelgan ayol shunaqangi vahima bilan apparatga ikki ko'zi nima bo'ladi Fazilat opa, qanaqa, nima gap o'zi deb so'rayapti. Bu xuddi tabiiy bola qanaqa bo'ladigan bo'lsa, bu shunaqa bola, faqat sizda embrion ko'chirildi. Bu boshqa hech qanaqa narsa bo'lgan yo'q. Bu aynan sizning xo'jayiningizdan olingan urug', o'zingizdan olingan tuxum hujayra birgalikda otalanish bo'lgan. Mana shu narsa sizni aynan bachadoningizga ko'chirdi. Bundan keyingi holat hammasi tabiiy. Xuddi ayol o'zi tabiiy qanday homilador bo'lsa, xuddi shu jarayon ketadi. Agar kimdir shu jarayonni boshidan kechirayotgan bo'lsa, bu narsani meditsinani o'ta texnologiyani rivojlanganligi deb tasavvur qilish kerak. Shunaqa deb qabul qilish kerak. Homiladorlik uchun kurashyapsiz. Ya'ni homilador bo'lish uchun. Kimdadir 8 yil, menda shunday ayollar bo'lib 18 yil, 20 yil, 5 yil, 3 yil, 4 yil har qanday homilador bo'lolmagan ayol uchun yil emas, bir kun, bir kecha bu azobli kecha hisoblanadi. Sizda hayotingizda farzanddan ham qimmatroq bironta nima deydi, uni ne'matiga to'g'ri keladigan narsa bormi? Aynan eko qilingan homila boshqa homiladan farq qiladimi? Yoki aynan eko qilingan bola boshqa bolalardan farq qiladimi tug'ilgandan? Hech qanaqangi farq qilmaydi.